Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli do'stlik Aloqa Qaymov fondini qo'llab kelayotgan, ehsonlarda bardavom bo'layotgan, ko'plagan insonlarga ehson berishiga sababchi bo'layotgan birodarlar, hammangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bugun yana bir xursandchilik bo'lib turibdi. Bizni do'stlik qishlog'idagi medpunktimizdan ana shu apparatlarga talab bo'lgan ekan. Hozir albatta sizlarning yordaminglar bilan, sizlardan tushgan ehsonlarimiz bilan bizni fondimizda to'plangan pulga bu apparatni olib berdik hozir. Bu apparatlar 33 mingdan 66 mingga keldi. Hozir to'lig'icha bu apparat nimaligini, nima uchun kerakligini va nimaga olinganini vrachlarimiz o'zlari tushuntirib beradi. Rahmat qishloqdoshlar, hozir bizda shu kunlarda shu virusning заболевание ko'payganligi uchun qat'iy недостаточность bo'lyapti. Biz masalan og'rimagan odamlar oddiy havodan nafas ola olamiz. Og'riyotgan balnoylarimiz uyda apparat orqali nafas olishga to'g'ri kelyapti. O'shaning uchun bizda hozir kungacha bo'lgan 3 ta apparatimiz bo'lgan. U apparatimiz ikkitasi ham buzuq bo'lib qoldi hozir kunda. Biz o'zimiz berdik, nimaga direktorimizga qayg'u yasadik, biroq hali yeri kelmas ekan, tezlik bilan olib berishga do'stlik qayg'u fondiga qayg'ilib, shu yigitlar bizga 2 ta apparat olib berishdi. Rahmat aytaman qishloqdoshlar. Hech kim bu apparatga tushib qolishini xohlamayman. Biz prosta bo'lgani o'sha oldini olish uchun, odamlarni saqlab qolish uchun shu apparatga muhtoj bo'ldik. Rahmat. Birodarlar, 33 mingdan deb aytishlik osondir. Lekin bu yerda ko'plagan birodarlarimizni, ko'plagan insonlarni oilalar e'tibor bo'lmayapti. Hozir ayol kishilar ham so'zsiz solishyapti ehson. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Bu apparatimiz kislorodniy apparat ekan. O'sha insonning nafas olishiga yordam berar ekan. Biz yaxshi tushunmadik, o'sha uchun so'radik. Inshaalloh har birimizga savob bor birodarlar bundan. Bu sadaqa joriya inshaalloh. Agarda biz ehson bermay qolgan chog'imizda ham yoki mumkinchiligimiz bo'lmasa ham inshaalloh shular orqali albatta bizni hayotimizga, bizni oxiratimizga savoblar yozilib turadi. Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Ehsonimizda bardavom bo'linglar, bizni qo'llayinglar. Bizni qo'llaganinglar u degan elimizni qo'llayinglar deydi degandek, bu fonddan juda ham ko'p odamlar foydalanyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.